Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan men Hamid, kanalga xush kelibsizlar. Mana bugungi video murojaatim ayrim bir xavf ichidagi sudyalarga. Albatta gap egasini topadi. Hammasini demayman, ayrim bir xavf ichidagi. Menga keladigan videoroliklarda aksariyati sudyalarga bog'liq. Ya'ni murojaatchi sudyalardan norozi. Yaqinda ko'rgan bo'lsalaring, Rasul Qo'shirboyev ham o'sha Andijonda bo'lgan voqeani chiqib turib gapirgan edi, ya'ni o'zini e'tirozini, o'zini fikrini bildirgan edi. Ya'ni Andijonda bo'lgan voqea. Andijon viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Xonobod shahar sudi raisi, tasavvur qilyapsizlar? $30,000 bilan qo'lga tushgan. Va men bir otaxonni videosini qo'ygan edim YouTube kanalimga. U insonni 8 yil mobaynida o'lganlar ro'yxatiga qo'shib qo'ygan. 8 yil davomida bor budidan ayrilgan. 8 yil mobaynida ko'plab murojaatlar qilgan va natijada pasport olgan 8 yildan keyin. Va pasportiga yashash manzili yo'q. O'sha 8 yil mobaynida bor budidan ayrilib, mol-mulki kimlarning nomiga o'tib ketgan, o'zi ham bilmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Surxondaryoda bo'lgan voqea. Bir opamiz 1 yildan beri menga iltimos qiladi. Akamga men bilmayman 20 mingmi, $25,000 pul berganman, ola olmayapman, iltimos yordam bering deb murojaat qilib kelar edi. Men postoyanno rad etgan edim. Oilaviy muammo bo'lganligi uchun. Yaqinda bu opamiz O'zbekistonga ketib, akasi bilan sudlashdi. Eng qiziq joyi, singlisi advokati bilan sud zaliga borgan. Akasi esa sud zaliga kelmagan. Va natijada bizning hurmatli sudyamiz akasi sud zaliga kelmasa ham akani manfaatiga sudda hal qilib bergan. Tasavvur qilinglar. Sababi akasi kattaroq lavozimda ishlas ekan. Ya'ni klaster bo'yicha kattaroq lavozimda ishlar ekan. Natijada singlisi o'sha umidini uzgan. Hozirgi kunda o'sha akasiga bergan pulini qaytarib ololmaganligi uchun eri bilan ajrashish yoqasida va singlisi farzandi bilan Rossiyada muhojir. Yaqinda borib kelgan. Men aytdim, mayli murojaat qilib bering dedim, ijtimoiy tarmoqlarga qo'yib beraman deb rozi bo'ldim. Bir kun 2 kunda videorolikni ham tashlab beradi, qo'yaman, ko'rishlaring mumkin. Va mana hurmatli sudyalarimizga murojaatim. Sizlar mana shunday qilib oqni qora desalaring, qorani oq desalaring. Kambag'al bilan boyning manfaati to'qnashgan vaqtda boydan pulni olib turib kambag'alga chora ko'rsalaring. Bu turishda jamiyat qanaqa rivojlanadi? Sizlarni bu qilgan xatti-harakatlaring bilan o'sha ayrim sudyalar, sizlarni bu qiladigan xatti-harakatlaring jamiyatni ikkita tabaqaga ayirmaydimi? Ya'ni o'sha boy bilan kambag'alning manfaati to'qnashgan vaqtda boy puliga ishonadi, kambag'al hamman kambag'al deman qo'l siltab qo'yib indamay ketaveradi. Shunaqa holat ko'p keladi. Ming afsus, o'zini g'ururini, ichgan qasamini, o'zini manfaatidan foydalanib, pul evaziga kambag'alga chora ko'rib, boydan pulni olib, boyda esa jamiyatga qo'yib o'rib, kambag'alda esa olib borib tiqib qo'yib, yo'qolmasam qanaqadir bir summa ishtarof qilib, kambag'alga ozor berib yuradigan ayrim bir sudyalar. Sizlar o'ylamanglar, bu dunyoda sizlarga kimgadir hakamlik qilishlari mumkin. Lekin u yoqda sizlarni ham hakam qiladigan zot bor. Aytaylik, sizlarni hammamizda. Bu dunyoda hech kim abadiy qolmaydi. Prezidentimiz ko'plab bergan intervyularda aytgan, adolat va yana bir marta adolat deb. Ming afsuski, sizlar o'zlaringning nafslaringni qondirish uchun o'sha jinoyatchidan pulni olib turib kambag'alga chora ko'rib, yo'qolmasam qaysi bir amaldorda gapiga kirib oddiy bir fuqaroga jabr beryapsizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda butun O'zbekiston ko'ryapti, butun dunyo ko'ryapti. Oxirgi vaqtlarda sudyalarga bo'ladigan xalqda ishonchsizligi o'sha pik darajaga chiqdi. Qaysi bir blogerga, qaysi bir fuqaro murojaat qilgan bo'lsa, gap sudyalarga borib taqalyapti. Qani sizlarni ichgan qasamlaring?
Qayerda qolyapti? Qani bu yerda adolat? Bu turishda O'zbekiston rivojlanmaydi. Bu turishda sizlar o'sha ayrim bir poraxo'r sudyalar jamiyatni tabaqalantirishga olib kelyapsizlar. Ming afsus, tizimda bunaqa sudyalar bitta ikkita emas, juda ham ko'p va bu ayrim bir poraxo'r sudyalar qolgan vijdonan ishlayotgan sudyalarni ham nomiga dog' tushiryapti. Ming afsus. Do'stlar, kommentariy har doimgidek ochiq. Iltimos, odob bilan kommentariy yozishingizni so'rardim. Bemalol o'zlaringiz fikrlaringizni bildirishlaring mumkin. Sizlar bilan men har doimgidek Hamid. Tez orada o'sha opamizning video murojaatini qo'yaman, ko'rib o'zlaring xulosa chiqarishlaring mumkin. Sog' bo'linglar.